Ko'pchilik mendan qanaqa don aralashmasi bilan tovuqlaringizni boqasiz, ko'rsatib o'ting deb so'rashgandi. Mana o'sha don aralashmasi va qanday qopda ko'rinishi. Va bu don aralashmasida baliq uni bor. Tavsiya qilaman. Parrandalaringizga juda to'yimli va foydali. Yemxonalardan so'rang. Mana o'sha start ikota yeminiki. Mana shunaqa qopda bo'ladi, qoplab oladiganligi. Mana bu start ko'rinishi mana. Ko'rasizlarmi qanaqa bo'ladi? Doni. Bu start, bu pred start emas. Mana start svejiy mana siqqina, sehidan endi kelyapti bu ham. Qopidan ag'dardim. Mana shu bilan men boqaman. Hormaylar, assalomu alaykum, hurmatli obunachi kuzatuvchilarimiz va parranda ishqibozlari. Nima uchun tovuqlar yozda tuxum qo'yish foizi pasayadi? Parranda boqishdagi holat. Bir oy oldin tovuqlar shunchalik ko'p tuxum qo'yayotgan ediki, tuxum terib chiqib, bir aylanib kelsangiz yana tuxumga to'laydi. Ertalab tovuqxonaga kirsangiz, deyarli har bir uyda tuxumlar bor. Doimgidek holat. Keyin esa kun qizib, jazirama issiq boshlanadi va qandaydir g'alati holatlar boshlanadi. Tovuqlar o'sha, ozuqasi ham o'sha, hatto katagi ham o'sha, o'zgarish yo'q. Tuxumlar esa kam, 2 ta, 3 ta, ba'zan butunlay yo'q. Va eng achinarlisi shundaki, ko'plab parrandachilar shu payt o'z qo'llari bilan vaziyatni yomonlashtira boshlaydilar. Ular yana ko'p don qo'shadilar. Tovuqxona ochiq joylarini yopishga harakat qiladilar, shamollamasin deb. Butun hovli uchun bitta katta suv idish qo'yadilar va o'ylashadi. Bu tovuqlarga nima ham qilardi? Axir yoz-ku, issiq-ku deb. Keyin hayron bo'lib o'tiramiz. Sababini qidiramiz. Nega tovuq tuxum tug'mayapti deb. Bugungi videomizda biz yozda tovuqlarni tuxum ishlab chiqarishni qanday oshirishni aniqlaymiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib olinglar va Telegram chatimizga ham qo'shilib olinglar. O'tda savol-javoblar juda qiziqyapti. Qani ketdik, boshladik. Qimmat narx evaziga sehrli kukunlarsiz, mo'jizaviy qo'shimchalarni reklama qilmasdan, men sizga tovuqlar nima uchun ko'pincha issiqlik tufayli tuxum qo'yishni, to'xtatishini va bir necha kun ichida tuxum ishlab chiqarishni tiklashga nima yordam berishini aytib o'taman. Qiziq tomoni shundaki, ko'pincha muammo umuman ovqatda emas. Garchi negadir hamma shundan boshlaydilar. Odatdagi manzarani tasavvur qiling. Yoz, iyun, tashqarida 35 daraja issiq. Tovuqxonada shunchalik dimki, hatto ichkariga kirishni ham xohlamaysiz. Tovuqlar tumshuqlarini ochiq holda, qanotlari bir oz yon tomonga qaratib, og'ir nafas olib turishadi. Keyin qarab o'tirib o'ylaymiz. Ehtimol turluv boshlandimikan yoki tovuqlar qarib qoldimikan yoki umuman olganda zoti yomon chiqdimikan deb. Agar tanasi issiq bo'lsa, suv yetarli bo'lmasa, nafas olish qiyinlashsa, tamom. Tuxum ishlab chiqarish orqa planga o'tadi. Tovuqlar uchun avvalo omon qolish, keyin esa qolgan ishlar. Va bu yozda juda aniq ko'rinadi. Bahorda tovuqlar xotirjam ovqatlanadi, harakatlanishadi, tanasi muammosiz ishlaydi. Issiqda tovuqlar ovqatlanishga lanj, sekin yaqinlashadi. Nomiga 2-3 marta don cho'qib, soya qidirishga tushib qolishadi. Ovqat hazm qilish jarayonida ham issiqlik hosil bo'lgani uchun tananing o'zi yukni kamaytirishga harakat qiladi. Bu ayniqsa yirik zotlilar uchun qiyin. Brahma, Koxinxin, tuxum go'sht ishlab chiqaruvchilar, ular yengil legorinlar va haysikslarga qaraganda issiqlikka yomonroq toqat qiladilar. Va birinchi xato shu yerdan boshlanadi. Tovuqlar yaxshi ovqatlanmayotgani uchun biz ko'proq don, ayniqsa makka jo'xori ko'proq qo'shishga harakat qilamiz. Yozda makka jo'xoridan tovuqlarga foydasidan ziyoni ko'proq. Ha, tovuqlar makkani juda yaxshi ko'rishadi va uni oson cho'qib yutishadi. Lekin agar siz ularga issiqda makka bilan ortiqcha ovqatlantirsangiz, tovuq semira boshlaydi va semiz tovuqlarda deyarli har doim tuxum ishlab chiqarishi pasayishini kuzatamiz. Tashqi tomondan qaraganda tovuq to'la va chiroyli ko'rinadi. Qip-qizil toji, ishtahasi ham yomon emas, ammo tuxum qo'yishi yo'qolib bormoqda. Yozda ayniqsa kunning o'rtasida ratsioningizni biroz yengillashtirganingiz va donli mahsulotlarga tayanmaganingiz ma'qul. Kunning o'rtasida tovuqlar issiqdan qochishga harakat qilishadi va shu mahal tovuqlaringizga yengillik bo'lsin deb donli aralashmani namroq qilib beramiz. Va bu aralashma yemdonda qolib issiqdan achishni boshlaydi.
tovuqlarimiz baribir qiziqib cho'qib yeb ko'radi. Keyin yana o'ylab o'tiramiz, nima bo'ldi ekan? Nega ichi ketadi? Nega tuxum tug'mayapti deb. Muammo bunchalik ahamiyatsiz bo'lsa-da, ovqatlantirish boshqa vaqtda amalga oshirish kerak. Eng yaxshi vaqt erta tongda va shomgacha. Kunning yarmida ko'katlar bilan yoki hovlida o'z holicha yurgani ma'qul. Lekin bu ham asosiy narsa emas. Chunki yozgi tuxum ishlab chiqarishning haqiqiy shohona sababi bu suv. Ko'pincha sabab aynan shu yerda yotadi. Va endi mavzuyimizda shunday joy keldiki, ko'pchilik darrov o'rnidan turib tovuqlarni suv idishini tekshirishga tushib ketishadi. Qarang, yozda tovuqlar bahorga qaraganda 2, ba'zan 3 barobar ko'p suv ichishi mumkin. Ayniqsa issiq kunlar bir necha kunlab davom etsa. Agar suv kam bo'lsa va u issiq, iflos bo'lsa yoki shunchaki yarim kunda tugab qolsa, tuxum ishlab chiqarishi darhol pasayadi. Tovuqlar suvsizlanishga juda tez reaksiyaga kirishadi. Endi oddiy tovuqxonada qanday ko'rinishini ko'z oldingizga keltirib ko'ring. Butun poda uchun bitta plastik suv idish yoki bitta banka quyoshda turibdi. Undagi suv allaqachon iliq, pastki qismi shilimshiq, kechgacha yarimdan bo'sh. Yozda suv har doim bir nechta joyda bo'lishi kerak. Doimiy toza va soyada bo'lishi kerak. Tovuqlar ko'p bo'lsa, nimjonrog'i ham tiqilib, siqilib yurmasligi uchun bemalol suv idishidan ichishi uchun sharoit bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Va bu yerda yana bir xiyla narang bor. Ko'p odamlar suv miqdoriga qarashadi, lekin tovuqlarni suv ichish imkoniyatini unutishadi. Agar sizda 20 bosh tovuq uchun bir dona suv idish bo'lsa, zaif tovuqlar shunchaki to'g'ri suv icha olishmaydi. Gavjumlik, stress boshlanadi. Shu bilan sabablar tamom deb o'ylaysizmi? Yo'q. Endi tovuqlarni yozda tuxum ishlab chiqarishini yomon yemdan ham battarroq kamaytiradigan sabablardan biri bu havoni dimligi, ayniqsa kechasi. Kunduz kuni amallab tovuqlar soya salqinga qochishadi. Kechasi esa hamma tovuqlar bir joyga tiqilib o'tirishadi. Kuni bilan qizigan katak, uch tarafi devor va tomi qizigan bo'lsa, havo yetishmaslik, tepa qismi issiqlikni ushlab tursa, tovuqlar butun tunni saunada o'tirganda o'tkazishadi. Ertalab tovuqxonaga kirsangiz, havo og'ir, tovuqlar lanch. Keyin gapiramiz, tovuqlarimiz dangasi bo'lib qopti deb. Yo'q, ular dangasi emas. Ular shunchaki tuni bilan issiqdan azob chekishgan. Yozda tovuqlarga muzdek shamol emas, balki havo yaxshi aylanishi kerak. Ha, aytgancha, yozda tovuqlarni xatti-harakatidan ko'p narsani tushunib olishingiz mumkin. Agar tovuqlar tumshug'i ochiq holda nafas olsalar, qanotlarini yoyib yursalar, ko'p yotib, kam ovqatlansalar va suv yaqinida to'plansalar, bu allaqachon tananing qizib ketganidan dalolat va bu qancha uzoq davom etsa, tuxum qo'yish ham cho'ziladi. Yozda uchraydigan yana bitta muammo. Obbo, yana qanaqa muammo? Qachon tugirkan bu muammolar? Hamma narsani to'g'ri qilasiz. Suv toza, ovqat yetarli, soya salqinli sharoit bor. Tuxum tug'ishi yana negadir past. Muammoni zo'ri bu bit va kanalar. Yozda bit va kanalar o'zlarini juda yaxshi his qilishadi. Ayniqsa tovuqxona nam va kir bo'lsa, ko'payishadi. Bit va kana bor joyda tovuqlar asabiylashadi. Qichinadi, yomon uxlaydi, kuchini behuda sarflaydi. Keyin esa tovuqlardan tuxum kutishni foydasi yo'q bo'lib qoladi. Tovuqlarda tuxum ishlab chiqarish 3 ta narsaga bog'liq. Birinchisi salqinlik, ikkinchisi suv, uchinchisi to'g'ri ovqatlanish. Faqat shu 3 narsa birgalikda ishlagandagina tovuqlar issiqqa xotirjamlik bilan bardosh beradilar. Va eng qizig'ini bilasizmi? Ko'pincha to'g'ri suv berib va tovuqxonani shamollatishdan so'ng tovuqlar bir necha kun ichida hech qanday sehrlarsiz qayta tuxum tug'ishni boshlashadi. Chunki muammo yomon tovuqlarda emas, balki sharoitda edi. Shuning uchun yozda tovuqlaringizni koyishga shoshilmang. Avval atrofga ularni ko'zlari bilan qarang. Ular qay holda suv ichishi, qanday nafas olishini, quyoshdan qayerga bekinadi, issiqda nima yeyapti. Yozda jazirama boshlanishi bilan parrandachilikdagi zaif nuqtalar darhol ko'rinadi. Bahorda ular sezilmasligi mumkin, ammo yozda har qanday xato darhol ko'rinadi. Tovuqxonada havo yaxshi aylanmasa, tuxum kamayishiga olib keladi. Suv yetarli emasligi, lanch tovuqlar, iflos tovuqxona. Assalomu alaykum parazitlar. Ortiqcha ovqatlantirish, natijasiz semiz tovuqlar. Ba'zan yozda hatto yaxshi parvarish qilinsa ham, tuxum ishlab chiqarish biroz pasayadi. Bu normal holat. Tovuqlar tirik organizmlardir. Fabrikadagi tuxum chiqarish konveyeri emas.
Agar tashqarida haftalar davomida issiq tursa, mo'jiza sodir bo'lib qolmaydi. Shunda fermerlarimizni vazifasi tovuqdan har qanday holatda ham maksimal tuxum siqib chiqarish emas, balki unga bu davrda sezilarli pasayishsiz va sog'lom tovuqlarni yo'qotmasdan yordam berishdir. Chunki issiqdan holdan toygan tovuqning o'ziga kelishi uchun juda uzoq vaqt kerak bo'ladi va ba'zan hatto bu tovuq yaxshi tuxum bermas ekan deb qozonga bosaveramiz. Yaxshi natijalarga mo'jizaviy dorilar emas, balki parrandalaringizga oddiygina e'tibor berish orqali erishiladi. Yozda tovuqlar dangasa yoki yaramas emas. U shunchaki issiqdan omon qolishga harakat qiladi va fermerning vazifasi unga bu davrni yo'qotishlarsiz yordam berishdir. Bu esa tuxum ishlab chiqarishni barqarorlashtiradi. Qani endi izohlarda yozing. Tovuqlaringiz issiqda qanday dosh berayotgani, nima aslida yordam berayotgani va nima yordam bermayotgani haqida fikringizni bildiring. Bunday izohlar ko'pincha har qanday videolardan-da foydaliroq bo'ladi. O'sha gap. Bugungi tayyorlagan videomiz sal bo'lsa ham foydali bo'lgan bo'lsa, shundoqqina pastda chapda klass tugmasini barmog'ingiz bilan salgina tekkizib yuboring. Tekkizdingizmi? Rahmat. Keyingi videolarimizda diydorlashishimizgacha xayr. G'ayrat baraka topdimi? Siz ham albatta baraka topasiz. Sog' va omon bo'linglar.